Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun antidepressantlar haqida gapiraman. Istochnik manba Levin degan bir professorning "Основные лекарственные средства, применяемые в неврологии" degan kitobi 71-sahifadan foydalanganman. Bu yoqda bir yo yevropalik yo amerikalik bo'lgan Men degan olimni shu antidepressantlarning asoratlari haqidagi bir tablitsasini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bu yoqda antidepressantlar ichida fluoxetin, paroxetin, sertralin, citalopram, escitalopram, fluvoxamin, duloxetin, venlafaxin, milnacipran, amitriptilin, imipramin, klomipramin, maprotilin, mianserin degan antidepressantlarni bir-biri bilan solishtirishgan. Azizlar, bu yerda fluoxetinni qarang. Qanday asoratlari bor? Kamroq asoratlarga sochni kal qilish, uyqu buzilishi, qon bosimini kamaytirishi kiradi. Ko'proq asoratlarga esa jinsiy tarafdan buzilish hamda tashnata kiradi. Ya'ni ko'ngil aynishi. Paroxetin boshqa nomlari bor. Rexitin, parsial, parsalet. Bu dorida ham ko'ngil aynishi, jinsiy jihatdan disfunksiya ko'proq, qon bosimini kamaytirish, uyquni buzish, sochni kal qilish ta'siri kamroq. Azizlar, antidepressantlarning asoratlari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, pashta hammasida ko'ngil aynish asorati mavjud. Ko'ngil aynishi побочный effektisini, tashnatani berishi mumkin. Qon bosimini ham kamaytirishi mumkin. Albatta bu dorilar ichida azizlar eng ko'p побочный effekt beradigani, ya'ni asorat beradigan dorilar, bular tritsiklitskiy antidepressantlar hisoblanadi. Bu tritsiklitskiy antidepressantlarning eng mashhur vakili bu antidepressantlar ichida eng mashhur bo'lgan amitriptilin dorisidir. Amitriptilin dorisi narxi arzon. Eng avval paydo bo'lgan dorilardan, meditsinadagi ham eng mashhur dorilar sirasiga kiradi. Endi buni ichsangiz o'lib qolasiz yoki falon og'ir kasal bo'lasiz degani emas. Ichki ehtiyot bo'lish kerak. Tim bo'li misol ba'zilar uchun soch to'kilishi oddiy holat. To'kilaversin, kasalimdan qutulsam bo'ldi deydi. Ba'zilar uchunchi? Yoki ba'zilar uchun mayli jinsiy xohishim yo'qib ketsa mayli, kasallikdan qutulsam bo'ldi deydi. Lekin ba'zilar uchunchi? Ba'zilar uchun misol depressiya bo'ladimi, nevroz bo'ladimi, boshqa yaxshiroq yo'li turganda bu dorini albatta tayinlamasdan, bermasdan turib boshqa yo'l bilan ishlasa ham bo'ladi. Kognitiv xulq-atvor terapiyasi, kognitivno-поведенческая psixoterapiya dunyoda birinchi o'rinda turadi. Shuni bilib o'ylar. Mantiqiy olib qaraganda ham birinchi o'rinda turadi va shu olimlar fikricha ham birinchi o'rinda turadi. Shuni unutmanglar. Nisbatan kamroq asoratlar escitalopramda, fluvoxaminda mavjud. Undan tashqari selektivniy ingibitor обратного захвата serotonina и noradrenalina degan bir dorilar antidepressantlar guruhi bor. Ularga duloxetin, venlafaxin, milnacipran kiradi. Bularning ham asoratlari kamroq. Har qanday antidepressantni olishdan oldin mutaxassisga boring. Temboli bu dorilar oshiqdan oshiq paracetamol, diklofenak sotilgandek retseptsiz sotilmaydi. Sog' salomat bo'ling. Nomerlarga murojaat qiling agar kerak bo'lsa. Telegram, WhatsApp nomerlarini qo'yamiz. Sog' salomat bo'ling. O'zbekistondan bo'lasizmi, Tojikistondan bo'lasizmi, Rossiyadan bo'lasizmi, Rossiyada bo'lasizmi, Qirg'izistondan murojaat qilasizmi? Bemalol. Telegramda Doktor Sherali kanali bor. Kuzatib borishingiz mumkin. Rahmat.